Bir kuni uyg'onasiz, lekin oyoqlaringiz endi sizniki emasdek bo'ladi. Qo'llaringiz og'irlikni ko'tarmay qo'yadi. Narvonning birinchi zinapoyasida nafasingiz tiqilib qoladi. Sumkani ko'tarish o'zi bir sinovga aylanadi. Siz buni qarilik deb o'ylaysiz, lekin yo'q, bu oddiy qarilik emas. Bu ichingizda tinmay ishlayotgan, ovozsiz, ko'zga ko'rinmas, lekin shafqatsiz bir dushman. U sizning mushaklaringizni yeb bitkazmoqda. Uning nomi sarkopeniya. Bu so'z sizga notanish bo'lishi mumkin, lekin u millionlab odamlarning hayotini allaqachon o'g'irlab bo'ldi. U 60 yoshda birdan paydo bo'lmaydi. Yo'q. U 30, 40, balki 50 yoshdan boshlab sekinasta, yashirincha boshlanadi. Har yili sizdan 1-2 mushak massasini o'g'irlaydi. Siz buni sezmasdan turib, u sizning kuchingizni, muvozanatingizni, erkinligingizni qo'lidan olib qo'yadi. Natija: yiqilishlar, singan son suyaklari, kasalxona toshaklari va eng dahshatlisi, farzandlaringiz yordamisiz bir qadam ham tashlay olmaydigan holat. Lekin endi nafas oling va diqqat bilan tinglang. Bu dushman kuchli, lekin u yengilmas emas. Bu jarayon tabiiy, lekin u muqarrar emas. Va eng muhimi, uni to'xtatish, hatto orqaga qaytarish bugun sizning qo'lingizda. Mana shu videoda men sizga ochib beraman, nima uchun mushaklaringiz eriy boshlaydi, qaysi yashirin belgilar allaqachon ogohlantirish beryapti va eng muhimi, ilmiy jihatdan isbotlangan, eng oddiy, eng arzon va eng samarali yo'llar bilan bu jarayonni nafaqat to'xtatib, balki teskari burib yuborish sirlarini. Agar siz hali ham o'zingiz xohlagan joyga o'zingiz borib kelmoqchi bo'lsangiz, agar siz nabirangizni quchog'ingizda ko'tarib, men hali kuchliman demoqchi bo'lsangiz, agar siz 70, 80, hatto 90 yoshda ham hayotdan toyib zavq olmoqchi bo'lsangiz, unda bu video siz uchun yozildi. Har bir daqiqa, har bir so'z, bu sizning kelajak mustaqilligingiz uchun berilayotgan jang. Shuning uchun hozir to'xtamang. Kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqni yoqing, chunki biz har hafta sizning sog'ligingiz va kuchingiz uchun yangi qurol-yarog'lar olib kelamiz. Endi tayyor bo'ling. Chunki hozir siz mushaklaringizni qaytarib olish yo'lida birinchi va eng muhim qadamni qo'yasiz. Birinchi savol: sarkopeniya aslida nima? Bu, yosh o'tishi bilan mushak massasi va kuchining tabiiy ravishda kamayishi emas. Yo'q. Bu oldini olish mumkin bo'lgan, davolash mumkin bo'lgan va hatto teskari burish mumkin bo'lgan kasallik. U 30 yoshdan boshlab sekin harakatlana boshlaydi. 50 yoshga kelib esa ko'pincha allaqachon jiddiy zarar yetkazgan bo'ladi. U ovozsiz keladi, lekin oqibati baland ovozda eshitiladi. Yiqilishlar, harakat cheklanishi, hayot sifatining keskin tushishi va eng og'ir holatlarda to'liq qaram. Lekin bugun siz bu haqda bilib oldingiz. Bu esa allaqachon g'alabaning yarmi. Keling, endi chuqurroq kiramiz. Bu yovuz jarayon qanday boshlanadi, qanday belgilar bilan o'zini ko'rsatadi va eng muhimi, uni qanday qilib butunlay yo'q qilish mumkin. Hozir davom etamiz. Bu dushman qachon o'zini ko'rsata boshlaydi? Ko'zga ko'rinmaydi. Ovozi yo'q. Og'riq ham bermaydi. Shuning uchun millionlab odamlar uni oxirgi daqiqagacha sezmaydi. Bir kuni odatiy ishni qilyapsiz, bozordan sumkani ko'tarayapsiz, lekin qo'lingiz birdan yo'q deydi. Zinadan tushayapsiz, oyoqlaringiz titray boshlaydi. Kreslodan turmoqchisiz va birdan ikki qo'lingiz bilan suyangan holda zo'rga o'rnidan turasiz. Nabirangiz, bobojon, meni ko'taring, deydi va siz faqat achchiq kulib qo'yasiz. Ko'pchilik buni charchadim, havo og'ir, bugun o'zimda emasman, deb o'tkazadi. Lekin bu yolg'on. Bu tanangizning qichqiriqsiz faryodi. Bu sarkopeniyaning birinchi ogohlantirish zarbalari. Eng keng tarqalgan belgilar: hozirdan boshlab o'zingizni tekshirib ko'ring. Narvon ko'tarilishda nafas qisishi yoki oyoqlarning to'lib qolishi, og'irlik ko'tarishda avvalgi kuch yo'qligi, 10 litrlik suv bidoni endi og'ir tuyuladi. Kreslo, divan yoki hojatxonadan turishda qo'l bilan suyanishga majbur bo'lish, yurishda mayda qadamlar, sekinlashish, oyog'im tortmayapti degan tuyg'u tez-tez muvozanatni yo'qotish, devorga, stulga suyanib yurish, yiqilishdan qo'rqib uydan chiqishni kamaytirish. Agar sizda hozir bu belgilarning faqat bittasi bo'lsa ham, diqqat. Bu chiroq allaqachon qizil yonib turibdi. E'tiborsiz qoldirsangiz, 5-10 yildan keyin bu chiroqlar o'rniga kasalxona palatasi yonadi. Lekin xavotirlanmang. Bu belgilar dushmanning izlari, lekin ayni paytda sizning imkoniyatingiz.
Chunki ularni ko'rgan odam endi yutqazmaydi. U kurashni boshlaydi. Uni to'xtatish mumkinmi? Javob: ha, va bu siz o'ylaganchalik qiyin emas. Sarkopeniyani to'xtatish uchun sizga na qimmat klinikalar, na sehrli tabletkalar, na yoshlik vaksinasi kerak emas. Kerak bo'lgan narsa har kuni qiladigan 4 ta oddiy, lekin o'ta kuchli qaror. Birinchisi, harakat. Mushak faqat bitta tilni tushunadi. Agar meni ishlatsang, yashayman. Ishlatmasang, olaman. Qadimgi Yunonlar aytganidek, mushak bu organ, uni ishlatmasang, u seni tashlab ketadi. Har kuni 30 daqiqa oddiy yurish, 15 daqiqa ogirlik bilan mashq, hatto uy sharoitida suv shishalari bilan ham bo'ladi, yoki zinapoyaga chiqish, bu sizning mushaklaringizga men seni hali ham sevaman va kerakman degan ishonchli xat. Ikkinchisi, oqsil. 60 yoshdan keyin tanangiz oqsilni yomonroq ozlashtira boshlaydi. Shuning uchun har bir ovqatda oqsil bo'lishi shart. Nonushta 2-3 ta tuxum yoki tvorog. Tushlik 150-200 gram tovuq, baliq yoki mol go'shti. Kechki ovqat 1 piyola yasmiq, no'xat yoki sut mahsulotlari. Bu mushaklaringiz uchun qurilish materiali. Material bo'lmasa uylarni kim quradi? Uchinchisi, quyosh nuri va D vitamini. Mushaklaringiz D vitamini bo'lmasa ishlay olmaydi. O'zbekistonda ko'pchilikda yetishmovchilik bor. Kuniga 15-20 daqiqa quyoshda yurish yoki 2000-5000 met qabul qilish, bu mushaklaringizni uyg'otadigan kalit. To'rtinchisi, uxlash va stressni yo'qotish. Har kecha 7-9 soat chuqur uyqu mushaklaringiz tiklanadigan yagona vaqt. Stress esa kortizolni oshiradi, kortizol esa mushakni yeydi. Oddiy qilib aytganda, gazab, xavotir, telefonni kechasi o'chirmaslik, bu mushaklaringizga "ozingni ye" degan buyruq berish bilan barobar. Xulosa qilib aytaman, aziz do'stim, sarkopeniyani yengish bu $1 million operatsiya emas. Bu har kuni nonushtaga bitta tuxum qoshish, lift o'rniga zinapoyani tanlash, kechqurun telefonni o'chirib, 8 soat uxlash va haftada 2-3 marta 20 daqiqa oddiy mashq qilish. Mana shu 4 qadam sizning kelajakdagi kuchli, erkin va mustaqil hayotingizning poydevori. Buni bugundan boshlasangiz, 10 yildan keyin nabirangizni yelkasiga o'tkazib, men hali olik emasman, deb kulib yurasiz. Endi savol faqat bitta qoldi. Siz bugundan boshlaysizmi yoki yana keyinroq deysizmi? Javobingizni o'zingiz bilasiz. Ammo bilganingizni amalda ko'rsating. Hozir. Shu sekunddan. Sarkopeniya nima uchun sizning hayotingizdagi eng katta yovuz odam? Ko'pchilik o'ylaydi, mushak kamaysa, kamayaversin. Men hali ham yashayveraman. Bu olim hukmi kabi xato. Sarkopeniya bu faqat ozib ketgan qoloyoq emas. Bu sizning kelajakdagi erkinligingizni o'girlaydigan professional o'giri. Birinchi o'girlagani mustaqillik. Bir kuni farzandingiz "Ota, yordam kerakmi?" deb so'ray boshlaydi. Keyin "Ota, hojatxonaga borishda yordam beraymi?" deb so'raydi. Va oxirida siz javob berishga ham kuchingiz qolmaydi. Ikkinchi o'girlagani hayotingiz uzunligi. Statistika shafqatsiz, sarkopeniyasi bor keksalarda yiqilish xavfi 4-6 baravar yuqori. Yiqilganlarning 30-40 son suyagini sindiradi. Son suyagi singanlarning 20-31 yil ichida vafot etadi. Bu raqamlar emas. Bu ota-onalar, bu bobolar, bu siz bo'lishingiz mumkin bo'lgan odam. Uchinchi o'girlagani qadringiz. Mushaksiz tana bu energiyasiz tana. Energiyasiz tana semirish, qandli diabet, yurak xastaligi, insult, Altsgeymer. Mushak bu nafaqat yurish uchun, balki qon shakarini boshqarish, immunitetni ko'tarish, miyani oziqlantirish uchun ham kerak bo'lgan yagona fabrika. Fabrika yopilsa, butun shahar qorong'ulikka tushadi. To'rtinchisi va eng dahshatlisi, orzularingiz. Nabiralaringizni quchog'ingizda ko'tarib bog'da o'ynash. O'zingiz xohlagan joyga o'zingiz borish. 80 yoshda ham raqsga tushish. Bularning barchasi mushaksiz, faqat orzu bo'lib qoladi. Sarkopeniya bu sekin olim emas. Bu tirikligingizda olish. Lekin eshitganingizdan keyin endi sizda kechirim yo'q. Bilgan odam javobgardir. Endi tanlov faqat sizda. Hozir bu videoni ko'rib o'tiribsiz. Bu hayotingizdagi eng muhim chorraha.
Bir yo'l telefonni qo'yib keyinroq deb yotish. Natija 5-10 yildan keyin o'sha kresloga mixlanib qolasiz. Ikkinchi yo'l hozir shu sekundda turish. Bitta harakat qilish. Bitta qaror qabul qilish. Men sizga va'da beraman, agar bugun boshlasangiz, 3 oydan keyin o'zingizni 5 yosh yosharoq his qilasiz. 1 yildan keyin nabirangizni yelkasiga ko'tarib yurasiz. 10 yildan keyin shifokorlar sizning yoshingizga bu holat g'ayritabiiy deb hayratda qolishadi. Bugun qilishingiz kerak bo'lgan eng oddiy 3 qadam. 1. Hozir turing. 10 marta cho'kkalab o'tiring. Sekin, to'g'ri. Telefoningizga eslatma qo'ying, har ovqatda oqsil bo'lsin. Bugun kechqurun 23 da telefonni o'chiring va 8 soat uxlang. Bas. Shu. Yetarli. Bu 3 qadam sizning sarkopeniyaga qarshi bergan birinchi zarbalaringiz. Kuchli bo'lish bu sovg'a emas. Bu har kuni qilinadigan tanlov. Sizda hali kuch bor. Uni ishga soling. Hozir. Chunki ertaga kech bo'ldi degan so'z eng og'ir so'z bo'ladi. Oxirgi savolim faqat sizga. Izohlarda yozing, jur'at qiling, so'nggi paytlarda qaysi oddiy ish sizga og'ir bo'lib qoldi? Sumka ko'tarishmi? Zinapoyaga chiqishmi? Stuldan turishmi? Yoki nabirani quchoqlay olmaysizmi? Yozing. Chunki sizning birgina izohingiz boshqa minglab odamga men yolg'iz emas ekanman degan umid beradi. Va eng muhimi, o'zingizga men bugun o'zgardim degan gurur beradi. Harakat qiling. Chunki siz hali tiriksiniz. Va bu eng katta imkoniyat. Kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqni yoqing, chunki biz birgamiz. Siz kuchli bo'lishingizga men kafolat beraman. Faqat bugun boshlang. Rahmat. Va hozir harakat